Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugungi mavzuyimiz saqlanish haqida bo'ladi. Bu opa-singillarimizni uzoq kuttirgan mavzu hisoblanadi. Demak, bugungi mavzuyimizda kirish qismini men gapirib ketaman. Qolgan qismini demak sizlarga prezentatsiya tariqasida tayyorlab qo'yganman. O'shanda tushuntirib ketishga qaror qildim. Bugun biz saqlanishda turlari, qaysi holatlarda mumkin, qaysi holatlarda mumkin emas, nima qarshi ko'rsatmalar bor, qancha muddati bor, mana shu haqida gaplashamiz. Avvalo nimani aytib ketmoqchi edim. Agarda siz ushbu videoni ko'rgandan keyin, demak, o'zingizda tajribangiz bilan bo'lishsangiz, to'liq batafsilroq ma'lumot yozib ketadigan bo'lsangiz, bu boshqa opa-singillarimiz uchun ham foydali va manfaatli bo'lgan bo'ladi. Demak, izohlarda sizning tajribalaringizni va javoblaringizni kutib qolaman. Albatta, bizdan keyingi o'sib kelayotgan avlodga ham foydali bo'lish uchun izohlarda aktiv bo'lishinglarni hamda ushbu saqlanish videomizni barcha yaqinlarga ulashishda yordam berishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Demak, saqlanish mavzusi bu teng foizda ham erkak kishiga ham ayol kishiga taalluqli mavzu hisoblanadi. Ya'ni buni mas'uliyati va javobgarligi ham erkakda ham ayolda bo'ladi. Ya'ni siz saqlanish usulini juftliklar orasida o'zaro hal qilishingiz kerak. Bunga uchinchi shaxsni aralashtirish, ya'ni bu oila a'zolaridan kimnidir jalb qilish to'g'ri emas deb bilaman. Chunki bu intim mavzularda faqat siz va turmush o'rtog'ingiz bilishi kerak va albatta siz mutaxassisga murojaat qilishingiz mumkin. Demak, agar saqlanish usulini turmush o'rtog'ingiz bilan to'g'ri dialog, to'g'ri suhbat olib boradigan bo'lsangiz, tushuntirib bera oladigan bo'lsangiz, ikkalovinglar birgalikda izlanib, bitta chiroyli yechimga kelishasizlar degan umiddaman. Demak, yana bir bor ta'kidlayman, saqlanish bu faqat ayollarning vazifasida bo'lmagan mas'uliyat hisoblanadi. Demak, ketdik. Boshladik. Saqlanishdan oldin men sizlarga yuzaki qisqacha asosiy bilishinglar kerak bo'lgan anatomiyani tushuntirib ketmoqchi edim. Demak, har bir opa-singilimizni a'zolari qanaqa tuzilgan bo'ladi? Ayollarda mana bu bachadon. Bachadon bu qin. Demak, mana shu jinsiy aloqa qilinganda erkak kishi faqatgina mana shu soha bilan ishi bo'ladi. Demak, bu qin. Bu esa bachadon bo'yni. Ko'rdinglar? Bu siydik qopi. Bu axlat chiqaradigan teshik hisoblanadi. Ana endi saqlanish turlariga keladigan bo'lsak, ular bir necha usuldan iborat. Demak, ularda samaradorligi ham turlicha hisoblanadi. Birinchi turi bu kalendar uslubi. Buni samaradorligi 90%. Buning uchun nima talablar kerak va kimlarga to'g'ri keladi? Agar sizda hayz siklingiz doimiy regular bo'lsa, regular degani doim bir vaqtda, ya'ni 2 kun, 3 kun ushlanmasdan turib keladigan hayz sikli bo'ladigan bo'lsa, foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bunda siz hayz siklini masalan 26 kun deb oladigan bo'lsak, bunda birinchi hayz keladigan kun, birinchi sizdan qon kelib yoki ayrimlarda sal shivashib boshlaydi. Mana shu ham birinchi kunga kiradi. Ana o'sha kundan boshlab, masalan 4 kundan 7 kungacha sizdan qon keladigan bo'lsa, demak 8-kunidan to 19-kunigacha sizda bu homilador bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan kunlar hisoblanadi va 19-kundan keyin to keyingi hayz kunigacha, demak siz qo'rqmasdan boshqa usullarni qo'llagan holda yoki mana shu usulda o'ziga tayangan holda homiladorlikdan saqlanishingiz mumkin. Bu usuldan nafaqat homiladorlikdan saqlanish, balki homilador bo'lish uchun ham foydalanilsa bo'ladi. Ya'ni demak siz bildingiz mana demak masalan 28 kunlik hayz kunini oladigan bo'lsak, taxminan 14-kunida ovulyatsiya bo'ladi. Ovulyatsiya degani tuxum hujayra saqlovchi follikula qopcha yoriladi va demak tuxum hujayra chiqadi. Mana shu kun homilador bo'lish ehtimoli eng yuqori bo'lgan kun. Endi buni biz 100% deb ola olmaymiz, lekin o'rtacha hisobda ko'p ayollarda mana shunaqa holat bo'ladi. Ya'ni ovulyatsiya bo'lganda ham siz sal tortishuvchi og'riqlar, sanchishuvchi og'riqlar bilan bilishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu holatda agar siz homilador bo'lmoqchi bo'lsangiz, demak ovulyatsiya kuni turmush o'rtog'ingiz bilan birga bo'ladigan bo'lsangiz, homilador bo'lish ehtimoli oshadi. Mana shu ovulyatsiya atrofidagi kunlarda nabarot siz qo'shimcha usul bilan saqlansangiz yokida shu usulga tayanib saqlanadigan bo'lsangiz, demak ovulyatsiya paytidan qochib, mana bu kuni sizga shu kunlar xavfsiz hisoblanadi. Ya'ni bunda masalan bemalol jinsiy aloqa qilishingiz mumkin. Bunda o'sha demak sikl doimiy bo'lish kerakligi inobatga olinadi. Endi keyingi usul bu azl qilish usuli. Ya'ni bunda erkak kishi demak spermasini, ya'ni urug'ini sizning ichki qiningizga to'kmaydi. Ya'ni bu demak o'sha o'zini suyuqligini jinsiy aloqa qilgandan keyin tashqariga to'kadi. Bunda bu usul
faqat erkak kishiga bog'liq, chunki u nazorat qila olishi kerak. Qachon undan urug' otilib chiqishini bilgan holatda, demak, ichingizdan chiqadi va tashqariga azr qilish kerak bo'ladi. Bu usulda ko'pchilik erkaklar xohlamaydi, lekin buni ikkalovingiz kelishib hal qilishingiz kerak bo'ladi, yokida boshqa usullar bilan almashtirib turib yoki kombinatsiya qilib foydalansangiz bo'ladi. Buni samaradorligi 78% hisoblanadi. Chunki ayrim holatlarda, demak, bir tomchisi tushgan bo'lsa ham, o'sha spermatozoid kerakli joyga yetib borib, demak, homiladorlik kuzatilishi mumkin. Lekin ayrim juftliklar bu usuldan yillab foydalanib kelishi ham mumkin. Ya'ni, demak, har doim o'zgartirib turasizlar. Birinchi usulda kalendar metodi tushuntirib berganim bo'yicha, demak, nima usullarda saqlanish usullarini, demak, alishtirib tursanglar bo'ladi. Keyingisi bu prezervativlar. Prezervativlar ikki xil hisoblanadi. Ayollar uchun maxsus hamda erkaklar uchun maxsus prezervativlar bor. Demak, bularda siz dorixonalardan, ayrim magazinlardan hamda poliklinikalardan tarqatilishi ham mumkin. Demak, bu lateksdan iborat bo'ladi. Mana bu qismi tashqari qismi, bu esa ichkari qismi hisoblanadi. Demak, buni erkak kishi jinsiy a'zosi ereksiya holatiga kelganda yoki xalq tilida gapiradigan bo'lsam, qo'zg'algan yoki turgan holatida erkak kishi taqadi va demak jinsiy aloqa qilish mumkin. Ta'kidlab o'taman, bu bir martalik. Buni ishlatib keyin tashlab yuboriladi. Agar ketma-ket jinsiy aloqa qilinadigan bo'lsa ham, har safar yangisidan foydalanish kerak bo'ladi. Buni yuvish, qayta ishlatish mumkin emas. Agar yirtilib ketsa jinsiy aloqa vaqtida, demak, buni samaradorligi tushib ketadi va siz homilador bo'lish ehtimolingiz ortadi. Buni samaradorligi, demak, turli manbalarda turlicha keltirilgan. Ayrim manbalarda erkaklar prezervativida 98% tashkil qiladi samaradorligi deyilsa, ayrim manbalarda 95% degan ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu ayollar prezervativi, demak, xuddi erkaklarnikiga o'xshaydi, faqat o'lcham jihatdan kattaroq bo'ladi. Buni ham ikkita qismi bor. Demak, agar erkaklarnikida bu qalpoq sifatida kiyilgan bo'lsa, bunda nabarot mana bu yopiq qismi bachadon bo'yniga joylashtiriladi va ochiq qismi, demak, jinsiy a'zo, erkak kishi jinsiy a'zosi kirishi uchun qoldirilgan bo'ladi. Buni ayol kishi, demak, jinsiy aloqadan oldin ko'rsatkich barmog'i bilan yaxshilab fiksatsiya qilib itarib qo'yish kerak bo'ladi. Buni ham samaradorligi ayrim manbalarda 98%, ayrim manbalarda esa 95% deb ta'kidlangan. Demak, buni o'zini smaskasi, ya'ni xuddiki yog' surtilganday o'zini qatlami bo'ladi. Shu sabab bu xalq tilida rezinka ham deyiladi. Demak, jinsiy aloqa vaqtida bu oson sirpanishni va og'riqsiz jinsiy aloqa bo'lishini ta'minlab beradi. Bu prezervativlar, demak, jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalardan himoya qilishi mumkin. Masalan, erkak kishida yoki ayol kishida qanaqadir yuqumli kasalliklar bo'ladigan bo'lsa yoki gepatitlar turlari bo'ladigan bo'lsa, ushbu usuldan foydalanish mumkin. Keyingisi bu bachadon ichi vositasi. Demak, uni turli shaklda ko'rishingiz mumkin. Masalan, halqa shaklida, T harfi shaklida, F harfi shaklida hamda ular tarkib jihatdan ikki guruhga bo'linadi. Bu oddiy, ya'ni gormon saqlamaydigan, ya'ni mana bu qismida mis, oltin yoki xalq tilida tilla va kumush saqlovchi bo'lishi mumkin, hamda gormonal saqlovchi, ya'ni mana shu metall o'rniga gormon saqlovchi vositalar bilan ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin. Bunga qarshi ko'rsatmalar bor. Demak, qarshi ko'rsatmalarga jinsiy a'zolardagi yallig'lanish hamda homiladorlik, masalan, qanaqadir jinsiy aloqadan keyin siz homiladormisiz yoki yo'qmi, hali ishonch hosil qilmagan bo'lsangiz, bu usul sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Endometrioz, polip, demak, bachadon rivojlanishidagi anomaliyalar, masalan, shaklini o'zgarib qolishi yoki qanaqadir qon ketishlari, onkologiya, gormonlarga bog'liq bo'lgan o'smalar hamda tarkibga sezuvchanlik bu qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Tayyorlanish esa buni yana ham batafsilroq sizga, demak, o'sha ginekolog maslahatida barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin, chunki uni sizga tug'ruq bo'lgan yoki bo'lmaganligiga qarab hamda o'lchamlarini, turlarini sizga ginekolog shifokor tavsiya qilishi mumkin. Bu uchun avvalo ayol kishi tayyorlanishi kerak bo'ladi. Ya'ni bunda
o'sha jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklarni istisno qilish kerak bo'ladi. Kolposkopiya tekshiruvi hamda UZI tekshiruvini o'tkazish kerak bo'ladi va ushbu peshob hamda qon analizlarini topshirish va onkotsitologiyaga tekshirishdan o'tish kerak bo'ladi. Bu albatta ayol kishimizni salomatligini o'ylagan holda tavsiya qilingan maslahatlar, chunki bu bachadon ichi vositalari 3 yildan 10 yilgacha turishini hisobga olgan holda tavsiya qilinadi va ko'p holatlarda ginekolog shifokorlar o'sha bachadon ichi vositasini qo'yishdan avval 4-5 kun yallig'lanishga qarshi svechalar tavsiya qilishi mumkin sizga va bu bachadon ichi vositasi demak hayz kunini 4-kunidan 8-kunigacha qo'yish tavsiya qilinadi, chunki ushbu kunlarda bachadon bo'yni maksimal keng bo'ladi. Ya'ni bunda bachadon ichiga kiruvchi vosita oson kiradi. Demak, o'zi buni vazifasi nima, qanaqa qilib saqlaydi, buni samaradorligi necha foiz deydigan bo'lsangiz, buni samaradorligi 99% hisoblanadi. Buni vazifasi erkak hamda ayol hujayrani uchrashtirmaslik. Mobodo uchrashuv ro'y berganda ham uni demak homilani bachadon ichiga joylashmasligini ta'minlash. Nima uchun? Chunki bu spiral tarkibidagi moddalar mana bu bachadon bo'ynidagi shilliqni qalinlashtiradi. Shu hisobiga demak jinsiy aloqa vaqtida kirgan erkak hujayralar bo'yindan bachadon ichiga o'ta olmaydi. Mobodo o'tib uchrashuv ro'y bersa ham bachadon ichi shilliq qavatini yupqalashtirgan hisobiga homila joylasha olmaydi. Va bu aynan mana shu sababli bu bizning tilimizda ixtilofli masala deb qaraladi. Chunki homila joylashmasligini mini abort sifatida ayrim mutaxassislar shunaqa hisoblaganligi sababli bu bizda ixtilofli masala. Men fatvo beruvchi emasman, yana ham o'zinglar uchun izlanib, agar mabodo men adashgan bo'lsam izohlarda to'g'rilab ketishingiz mumkin, lekin men buni o'sha oxirgi manbalardan izlab ma'lumot sifatida gapirib o'tib ketyapman. Shu o'rinda izohlarda siz spiraldan keyin semirdingizmi yoki hayz kuningiz o'zgardimi yoki qon ketish miqdori o'zgardimi, belingizda og'riqlar bormi yo'qmi, sizga spiral tushdimi yo'qmi, mana shu haqida yozib ketsangiz boshqa opa-singillarimiz uchun ham manfaatli bo'lgan bo'lardi. Lekin men tajribada ko'p ko'rganman, juda ham ko'p ayollarimizda demak spiral qo'ygandan keyin ularda bel og'rig'i, hayz kunini uzayishi, ya'ni qon ketish kuni ko'payishi hamda semirish holatlarini kuzatganman. Va bu bejizga emas deb bilaman, chunki haqiqatda homila ro'y berib joylasha olmagandan keyin ayolda gormonal o'zgarish bo'ladi, lekin biz buni sezmaymiz va boshqa sabablar bilan bog'lab yuramiz. Demak, bachadon ichi vositasi mana ko'rganingizdek bachadon bo'ynidan kirgiziladi. Keyin bu T harfida bachadon ichiga joylashadi va mana bu ipchalari qinda chiqib turadi. Nima uchun? Chunki mana shu ipchalar yordamida keyin biz ma'lum muddatdan keyin buni chiqarib olishimiz uchun hisoblanadi. Keyingi turi bu kok deb ataladi, ya'ni kombinirованная oralная kontratsepsiva, ya'ni bular o'zida bir necha tur gormonlar saqlovchi homiladorlikka qarshi bo'lgan vositalar. Bular ko'p holatlarda, balkim siz buni qaysilaridir ichgan bo'lishingiz mumkin. Ko'p holatlarda strelka bilan ko'rsatilgan bo'ladi bunga talablar. Demak, har kuni o'z vaqtida ichishingiz kerak bo'ladi. Disiplinani talab qiladi va sizda tromboz, migren, jigar kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, bu sizga mumkin emas. Lekin buni nafaqat homiladorlikdan saqlanish uchun, balki hayz buzilishlarida, SPKA kasalligi, masalan, kistalarda, endometrioz, husnbuzar kabi kasalliklarda ham tavsiya qilinadi, lekin men shifokor sifatida avvalambor primitiv shifokorlarda davolanib ko'rishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki bu sizga qanchalik bu xavfsizligini yoki ijobiy taraflarini maqtashmasin, buni ta'sirini uzoq muddatdan keyingina bilishimiz mumkin. Hozir ko'p manbalarda bularda o'sha demak nojo'ya ta'sirlarini, voz kechishayotganini asta-sekin ayollar haqida uchratishingiz mumkin. Buni lekin juda ham o'ylab ko'ribgina qaror qabul qilishingizni maslahat bergan bo'lardim. Keyingi usuli bu ukol chip implantlar. Bu demak implant turi.
Ya'ni bu mana shu qo'ltig'ingizdan tirsagingizgacha bo'lgan masofada implant qo'yiladi. Bu ham xuddi bachadon vositasiga o'xshaydi, faqat joylashuvi boshqacha hisoblanadi. Bu teringiz ostida turadida 3 yildan 5 yilgacha saqlashi mumkin. Samaradorligi 99% hisoblanadi va bu o'zida garmon saqlaydi va ma'lum muddat o'zidan buni chiqarib turadigan bo'ladi. Buni ham albatta agar juftliklar o'zaro kelishib tanlaydigan bo'lsa qo'yish mumkin. Lekin yana ham bir bor ta'kidlayman, bu sizga hech narsa qilmaydi degan narsa emas. Masalan, garmon tabletkalarini ichganingizda yoki mana shuni qo'yganingizda sizda boshida boshlang'ich oylarda masalan ko'ngil aynishi, o'zingizni yomon his qilishingiz, bosh og'riqlar, mana shunaqa belgilari bo'lishi mumkin. Shu sabab o'ylab ko'ribgina hamma plus minusini hisobga olgan holda tanlashingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu sterilizatsiya, ya'ni xirurgik saqlanish usuli. Bu qaytmas jarayon hisoblanadi. Chunki buni ham ikki xil turi bor. Ya'ni bunda masalan urug' turadigan naycha erkaklarda kesib ikkiga ajratilib uchi bog'lanib qo'yiladi. Ayollarda esa bachadon nayini kesib, demak, to'siq hosil qilinadi mana. Yoki klipsa qo'yishi mumkin va bunda ham maqsad nima? O'sha ayol va erkak hujayrasini uchrashtirmaslik. Buni samaradorligi 100%, bu ortga qaytmas jarayon. Plastika qildirishi mumkin. Masalan, bilmaymiz-ku kelajakda nima bo'ladi, qanaqadir vaziyatlar bo'lgandan keyin masalan kimdadir farzandlari olamdan o'tib qolsa yoki boshqa yana turmushga chiqadigan bo'lsa, keyin farzand xohlab qolishi mumkin bo'ladi va ana o'shanda plastika qilib tiklash mumkin, lekin bu juda ham nozik masala hisoblanadi. Bu dinimizda ham ixtilofli, hattoki harom hisoblanar ekan. Bu men bergan fatvo emas, yana bir bor ta'kidlayman. Bu demak o'sha men manbalardan olgan ma'lumotimni aytib ketaman. Nima uchun? Chunki agar bu faqat saqlanish uchun bo'ladigan bo'lsa, mumkin emas. Lekin agar ayol yoki erkakda haqiqatda hayotiga xavf soladigan salomatligiga muammosi bo'lsa va buni bundan yaxshigina xabari bor shifokorlar tavsiya qilsa, amal qilishingiz mumkin. Va bu eslab qoling, ortga qaytmas jarayon. Buni ham hech qanaqa ta'siri yo'q deyishadi, lekin buni ta'sirlari bor. Bu haqida Xudo xohlasa yana bitta mavzu qilib olib chiqishni niyat qildim. Keyingi usuli demak diafragma. Ya'ni bu ayollar uchun diafragma hisoblanadi. Mana bu ko'rib turganingizdek bachadon bo'yniga qo'yiladi. Bu ham bir martalik va ko'p martaligi bor. Bir martaligini ishlatib tashlab yuborasiz. Ko'p martaligini esa 2 yilgacha ishlatishingiz mumkin. Albatta bundan foydalanganda spermitsid kremlar bilan yoki gellar bilan birga foydalanish kerak bo'ladi va jinsiy aloqadan keyin 6 soatga qoldirish shart. Chunki mana shu spermatozoidlar, ya'ni urug' hujayra qolganda urug'lantirib qo'yishi mumkin bo'lgani uchun 6 soatga qoldirish kerak, lekin undan ortig'iga mumkin emas, chunki bu jiddiy asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Samaradorligi turli manbalarda turlicha keltirilgan bo'lib, 70% dan 96% gacha hisoblanadi. Buni agar siz Yevropa, Amerika davlatlarida yashaydigan bo'lsangiz, foydalanishingiz mumkin, chunki bu bizning davlatda men ko'rmadim, lekin agar siz chet elda bo'ladigan bo'lsangiz, masalan Amerikalarda bu uchun maxsus retsept kerak bo'lar ekan. Lekin qidiruv jarayonida men marketplace'larda ko'rdim, internet marketplace'larida ko'rdim. Narxi taxminan 1.400.000 atrofida ko'rdim adashmasam. Demak, men bir martalik emas, ko'p martalik, ya'ni men bu Kaya haqida gapirdim. Bu mana shu bachadon bo'yniga joylashtiriladi, 6 soatga qoldiriladi va 3 soatdan keyin chiqarib, yuvib ishlatish mumkin hisoblanadi. Buni masalan allergiyasi borlar ham ishlatishi mumkin. Aynan Kaya turini, chunki Kaya bu lateksdan qilinmagan hisoblanadi. Va bu demak yuqori sifatli silikondan qilingan bo'ladi. Keyingisi bu spermitsidlar. Ya'ni ularda turi ko'p, ular bo'lishi mumkin svecha turida, ko'pik turida, krem, gel turida yoki salfetkalar turida ham bo'lishi mumkin. Lubrikant turida ham bo'lishi mumkin. Demak, bularda maqsad bulardan nima? Bular tarkibida o'sha urug' hujayra harakatsizlantiriladi va o'ldiriladi. Qarshi ko'rsatmalar bir xil,
ya'ni butun spermitsidlar uchun bir xil, masalan, ta'sir qiluvchi moddasi bunda boshqa, masalan. Lekin umumiy qarshi ko'rsatma hammasi uchun bir xil hisoblanadi va samaradorligini har biri uchun alohida aytib ketaman. Demak, birinchi boshlaydiganimiz bu qarshi ko'rsatmalar haqida gapirib ketmoqchiman. Kimga mumkin emas? Agarda qinda shilliq qavatida qanaqadir achishish, qichishish yoki butunligi buzilishi bilan kechuvchi kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, masalan, eroziya sheyki matki bo'ladigan bo'lsa, servititlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bachadon bo'ynida yallig'lanish yoki bachadon ichki shilliq qavatida qanaqadir kasalliklar, xullas yallig'lanish kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, mumkin emas. Bachadon ichki shilliq qavati, ya'ni endometritda ham mumkin emas yallig'langanida, hamda qindan qon ketishlarida ham mumkin emas hisoblanadi. Endi birinchi guruhga bu nanoxinol kiradi. Bu Xitoy varianti salfetkalar, lekin men agar foydalangan bo'lsangiz izohlarda yozib keting, lekin men Xitoyda sog'liq uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlardan sal xavfsirayman. Buni juda arzon qora bozordagi variantlari ham bor ekan, lekin aptekalarda ham bor. Demak, ishonchli joydan xarid qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu salfetkalar, demak, jinsiy aloqadan 15 daqiqa oldin qo'yiladi. Samaradorligi 92% hisoblanadi. Ta'sirini esa yuqorida ta'kidlab ketdim. Buni emiziklilar foydalanmagani ma'qul. Buni demak, o'sha yo'riqnomasida ham o'sha agarki qachon xavf boladan xavf agar juda ham zarardan ko'ra xavf qachonki qo'llash mumkin, qachonki agar zarardan ko'ra foydasi ko'proq bo'ladigan holatlarda deyilgan. Lekin agar siz emizikli bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu usuldan foydalanmaganingizda, ya'ni aynan nanoxinoldan foydalanmaganingizda tavsiya qilgan bo'lardim. Bunlarda demak, bitta tarafi jinsiy aloqadan keyin 6 soatdan keyin dush qabul qilish, yuvib tashlash mumkin. 6 soat ichida mumkin emas, chunki o'sha agar siz qanaqadir sovunlar, intim gellar ishlatib yuvib tashlaydigan bo'lsangiz, bularda ta'siri tushib ketadi. Shu sabab yuvinish, ya'ni dush qilish mumkin emas. Endi Pharmatex keyingisi, bu ham demak aptekalarda bor, o'zimizda ham bor ekan. Men buni botdan qarab tekshirdim. Demak, aptekalardagi narxi taxminan 85,000-90,000 atrofida ekan. Buni tarkibida benzalkoniya xlorid vositasi bor. Bular, e'tibor qiling, bular suppozitoriyalar hisoblanadi. Yoki kapsula ko'rinishida, yoki tabletka ko'rinishida, xullas turli turlari bor. Buni ishlatish, demak, jinsiy aloqadan 5 daqiqa oldin ayol kishi qiniga qo'yadi. Bizda tanamiz issiq bo'lganligi sabab u eriydi va 4 soat ta'sir qiladi. Demak, bundan foydalanadigan bo'lsangiz, jinsiy aloqadan oldin 2 soat oldin va 2 soat keyin jinsiy a'zolar tualeti mumkin emas. Chunki bu tualet vaqtida siz sovun, intim gel nimadirlar ishlatasiz va buni samaradorligi tushib ketadi. Demak, Pharmatexda samaradorligi 97%. Buni plus tarafi emiziklilarga ham mumkin, qo'rqmasdan ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni men buni yo'riqnomaga tayangan holda sizlarga aytib ketdim. Keyingisi Genocotex. Buni ham tarkibi benzalkoniya xlorid, ya'ni men bu bilan tarkibi bir xil. Bular vaginal tabletkalar hisoblanadi. Demak, samaradorligi, ishlatish mumkinligi hammasi bu bilan bir xil. Keyingisi bu demak, laktatsion aminoreya uslubi. Bizda MLA, chet elda LAM usuli deb ataladi. Bunda demak, kimga mumkin? Agar siz endi tuqqan bo'lsangiz, tabiiy tug'ruq bilan tuqqan bo'lsangiz, hamda bolani doimiy o'zingiz emizadigan bo'lsangiz, boshlang'ich 6 oy ichida foydalanish mumkin. Ya'ni siz emizganingizda hayz ko'rmaysiz, shu sabab homilador bo'la olmaysiz. Nima uchun tabiiy tug'ruq bilan dedim? Chunki kesarevo secheniya bilan tug'adigan bo'lsangiz, kesarcha kesish yordamida tug'ilgan bo'lsa bola, demak, ayol kishida ko'p kesarcha kesish orqali dunyoga farzand keltirgan ayollarda hayz ko'rish tez tiklanib ketadi. Masalan, tabiiy yo'l bilan tuqqan ayollar 1 yildan keyin masalan hayz ko'rishni boshlasa, kesarcha kesish yo'li bilan tuqqan ayollar esa 2 oydan keyin ham hayz ko'rib ketishi mumkin. Agar sizda qanaqadir boshqacha bo'lgan bo'lsa yoki umuman tajribangiz bilan bo'lishib ketadigan bo'lsangiz, xursand bo'lgan bo'lardim, chunki bizda ko'p narsa o'shandan keyingi hayot, o'sha qanaqadir amaliyotdan keyingi jarayonlar kuzatilmaydi. Shu sabab bu menga shifokor sifatida qiziq. Demak,
Bu usuldan foydalanishingizdagi talablar siz bolani faqat ko'krak ustida emizadigan bo'lishingiz kerak. Agar bola qo'shimchalar ichadigan bo'lsa, qo'shimcha smes yoki qanaqadir yana sut o'rnini bosuvchi narsalar ichadigan bo'lsa, bu usul sizga to'g'ri kelmaydi. Va buni samaradorligi 6 oygacha. Demak, homiladorlikdan saqlanishni asosiy turlarini gaplashib chiqdik. Bitta narsani ta'kidlab o'tishni xohlagan bo'lardim. Mabodo siz bir necha usuldan, aytaylik, homiladorlikdan saqlanish uchun 2 xil usuldan yo 3 xil usuldan foydalandingiz, lekin shunda ham homilador bo'lib qolgan bo'lsangiz, bundan hech ham xafa bo'lmang. Agar sizga Alloh shu farzandni berdimi, demak bunda bir hikmat bor. Buni esa yillar o'tib ko'rasiz va bu bolani dunyoga keltirishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Qanchalik biz 100% deb ketgan joylarimda ham agar Alloh xohlasa mo'jiza bo'lib farzandli bo'lib ketishingiz mumkin. Shu sabab har taraflama o'ylab ko'rib, turmush o'rtog'ingiz bilan kelishgan holda tanlab amal qilishingiz mumkin. Faqatgina bitta sababda saqlanishga ruxsat berilmagan ekan bizda, qachonki bolalarda boqolmaymiz deb farzand ko'rmaslik sabab bo'lsa. Chunki farzand va rizq Allohdan. Ishoning, hozir sizda uy-joyingiz, boshpanangiz bo'lmasligi mumkin, lekin agar qorningizda o'sha homila bo'lgan bo'lsa, albatta uni dunyoga keltiring. Ko'rasiz, g'oyibdan rizq yamizdan keladi. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchilarni layklarni bosib qo'yishingizni iltimos qilardim va ushbu videomiz ko'pchilikka manfaatli bo'lishi uchun o'z hissangizni qo'shing. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.